oyim qo'ng'iroq qilyapti. Va nihoyat. Salom oyi, yoshligimda eng katta orzuim nima bo'lgan? Seni kimmi? Katta yo'lbars xohlarding. Yo'q, ko'y balig'i edi. Oyi, aniqmi? Ikkilanayotgandek eshitilyapsiz. Shoshma, o'zim yozib olmayaptimi? Xolajon, salom. Biz hozir Joni bilan Real-Stadikin kursini suratga olayotgandik. Men sizning katta fanatingizman. Eshitishim bo'yicha Joni 9 yoshida Yangi Zelandiyaga ketgan ekan. U ingliz tilini o'rganishni xohlagani uchun yoshi unchalik ham muammo emasdi. Va juda ham dovyurak bo'lgan ekansan. Jonini bir o'zini Yangi Zelandiyada qoldirguncha juda ham xafa bo'lgan bo'lsangiz kerak-a? Ha, biroz. U hatto yig'lamagan ham. Men u bilan o'sha yerda bir oy yashaganman. Ha, shoshmang, lekin Joni biroz boshqacha aytgandi. Rostdanmi? Ha, Jonining xotirasiga ko'p ham ishonib yubormang. Joni Chanelning elchisiga aylanganda reaksiyangiz, ya'ni onalik reaksiyangiz qanaqa bo'lgan? Hammasi tamom. Endi qizimning davri keldi deb o'ylaganman. Xuddi endi mening qizimning davri keldi. Joni Chanelning elchisi hammasi tamom deganmisiz? Nima bo'lganda ham sizni Jonidek qizingiz borligi bilan tabriklayman. Juda ham faxrlansangiz kerak. Xolajon, sizga katta rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat.